vatandoshlar, Krasnoyarsk shahrida yashayotgan hamshahrilar. Xalqimizda to'y bo'lsin deydi. Mana to'y. Shu bugun bu to'yxonaga, shunday bir kashonaga siz azizlarni bu yerga Abdunazarovlar oilasi, bugungi to'y boshi Shernazar, kelinimiz Mahbuba, opachasi Dilfuza, o'g'illari Xudoynazar, Imonnazar, nevaralari Shernazarning nevaralari Asilbek, Diyorbek, Elbek, Bunyodjonlarning sunnat to'ylarini nishonlash uchun sizlarni mana to'yning ikkinchi qismiga, birinchi qismida mana so'rashib o'tdik. Dasturxon yozib sizlarni tahlil qildik. Hurmat bilan aytilib, hurmat qilib kelganlaringiz uchun to'y egalari nomidan hammalaringizni yana bir bor xushga chiqaramiz. Oldingizga qo'yilgan dasturxonlarga marhamat. Mana to'yni egalariga navbatni beramiz. Mana shu to'y egalari bilan birgalikda shu yerda ularning ikkita qudasi turibdi. Bittasi oilasi bilan, qarindosh urug'lar bilan, shu qudalar bilan birgalikda to'yni nishonlayotgan hammamiz yaxshi taniymiz Abdug'ani va ikkinchi qudalari mana Abdufattoh. Elimizda shunday gap bor. Nasib qilsa kelar Shom Iroqdan, nasib qilmasa ketar Qashqardan. O'rtoqlar, buning ma'nosi juda katta. Cho'l Iroq nima bu? Mana bugun 3000-4000 kilometrdan mana shu to'yni deb sovg'aliklar bir qanchasi kelib turibdi. Uzoqdan kelish nasib qilgan. Lekin mana shu Krasnoyarskda turib, bitta rayonda turib, bitta to'yda turib, harakat qilib shu to'yga yetib kelolmaganlar bor. Mana Qo'shqovoqdan ketish nima? Hozir xush kelsa qo'yishni so'zini Abdurahmon. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Uzoq yaqinda kelgan mehmonlar, hamda ham qishloqlar, xush kelibsizlar to'ylarimizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizlarning to'yini, sunnat to'ylariga xush kelibsizlar. Rahmat. Har safargidek to'yni boshlashni boshqaruvchini bir marta raisi saylab olishimiz kerak. Hurmat bilan o'qituvchimiz Esonova Mavluda shu to'yni olib borish uchun mana hammalaringiz nomlaringizdan saylaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz hamqishloqlar, aziz vatandoshlar, mehribon volidalarim, padar buzrukvorlar, jasur o'g'lonlarim, lobar qizlar. Mana bu oqshom sizlar bilan ajoyib qasr koshonada mehmon bo'lib o'tiribmiz albatta. Bugungi mana shunday qasrga to'planishimizning asosiy sababchilari to'y bola o'g'lonlarimiz, kelajagimizning yorqin umidi, ishonchi bo'lgan to'y bola o'g'lonlar Asilbek, Diyorbek, Elbek va Bunyodjonlardir. Bu o'g'lonlarimizga Allohimdan uzoq umrni, sog'lik, salomatlikni so'raymiz. Mana shu pokiza tilaklar bilan voyaga yetkazib, ulkan niyatlarni qalblariga tugib, bugun mana shu o'g'lonlarni, nevaralarini to'yda bosh bo'lib turgan mehribon bobosi Shernazar akamizga hamda ular bilan birgalikda yonma-yon nevaralarning og'ushida allalar quchog'ida katta qilgan mehribon buvijonisi Mahbubaxon onamizga Allohimdan sog'likni so'raymiz-da. Siz qadrdonlarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Jasur o'g'lonlaringiz qalblaringizda qanday tilak va istaklar bo'lsa, barchasini ro'yobga chiqarsin. Mana bugun ukaxonlarimiz, mana shunday o'g'lonlarni voyaga yetkazgan ukaxonlarimiz Xudoynazar, Imonnazar va
va yonidagi shirindan shakkar mana shu xonadonning pazanda kelinlari Mahliyoxon hamda Mavlidaxon singlimizga, bularni mehribon volidalari bo'lgan onajonlarimiz Adibaxon onamizga hamda Muborakxon singlimizga Allohimdan uzoq umrni so'raymiz-da. To'ylar muborak bo'lsin, qalblaringizdan shodlik nari ketmasin deymiz. Hamisha xonadonlaringizni mana shunday quyosh nurlari yoritib tursin-da, ko'zlaringizda zarrachadan, dillaringizda g'am bo'lmasin deymiz. Qadrdonlar, sizlarni barchalaringizni bugungi to'yxonaga, Kashona qasriga xush kelibsizlar deymizda. Oldilaringizga qo'yilgan noz-ne'mat, to'kin dasturxon sizlar uchun atalgandir. Qalblaringizga san'atkorimiz jo'naymiz. Marhamat. Azizlar, mana qarshimizda jajjigina bolajonlarimiz qo'llarida bir dasta gullari bilan shodlikka to'lib, bugun mana shunday akajonlarimni bayramida mana shu jajjigina qizaloqimiz ham dili shodlikda jonisini olqishlab qo'ymoqchi. Qani bir qarsaklaringiz bilan mana shu farzandlarimiz bobojonisi, buvijonisini taqdirlab qo'ysa. Mana bularni qalblaridagi pokiza tilak, mana shunday ajoyib istak, bobo buvijonlarni tilaklari, qilgan duolari bularni hamisha qo'riqlab yuradi deymiz. Taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar, yiqilmadim, yegilmadim, sinmadim, ota-onalar bor qilib turgan duolar. Rahmat azizlar, yana bir karra to'ylar muborak bo'lsin. Yoshligimizni tashlab ketadi, yoshligimizni tashlab ketadi.
Kaytarım senden yalnız ötünce men uyga qaytguncha onamni asra gül deb uyimdan olislardaman ko'zlarim kamlari gulcha onamni asra onamni asra omadim kelmoqda azroqda omad yurtimga qaytaman sog'-u salomat gulcha onamni asra Hurmatli aziz mehmonlar, hozir so'z navbatini bilasizlar, Krasnoyarsk shahrida o'zbek jamiyati bor. O'zbek jamiyatining 20 ta a'zosi bor. Hukumatga bu. Hukumat bilan Krasnoyarskka kirayga. Hozir so'z navbatini shu jamiyatning a'zosi, yuristimiz tabrik uchun so'zni o'zbek jamiyati nomidan Yor Muhammadga beramiz. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yana navbatda chiroyli aziz ukajonlarimiz bilan bugun farzandlariga atab xalqqa dasturxon yozib, siz bizlarni chaqirib bugun mana shu insonlarning xursandchiligiga sherik bo'lib, shularni bugungi shodiyonalar bilan shaxsan o'z nomidan Krasnoyarsk o'lkasidagi o'zbeklar jamiyati nomidan xonadon sohiblari, to'y egalariga sog'lik, salomatlik, omadlar tilab qolaman. To'y bolalar katta yigitlar bo'lsin. Dadalariga o'xshab xalqni yig'ib mana shunaqangi chiroyli dasturxonlar berishlarini Allohdan biz ham tilab qolamiz. Xonadonlaringizga fayz va baraka, ketmas bir davlatlar bersin. Azizlar, mana shu musofir yillarda yurib bo'lsa ham o'zlarimizning qudumlarimizni unutmasdan, o'zlarimizning otalarimizdan, bobolarimizdan qolgan urf-odatlarimizni davom etib, o'zbeklarimiz sarbalandona yuribdilar. Alohida samarlik birdirlarimizni biz qayta-qayta aytishimiz keladi. Bugun hozir kamgina bir majlislarimizni o'tkazib, shunchalik chiroyli kollektivimizni doimo xabardor bo'lib turib, yangiliklardan xabardor bo'lib turaylik deb Kalimga alohida rahbar tayinlab bir chiroyli borayotgan an'analarimiz davom ettiradi degan umiddamiz. Faqat birlashgan xalq o'zadi. Birlashganlar o'zadi. Shu bir-birimizdan xabardor bo'lib tursak, bir-birimizdan qo'limizdan kelganicha bir-birimizga yaxshilik va yaxshi niyatlarimizni qilib, mana shu muvaffaqiyatlar ko'p, juda ham ko'p vaqt bizdan hammalaringizga sog'lik, salomatlik, yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Shu to'ydan foydalanamiz, chunki biz sizlarni, siz azizlarni bu yerga yig'ib to'plash, bu gaplarni aytish ancha mushkul bo'ladi. Har bir mahallada, har bir rayonda shu rais bor bitta. Mana shu xabarlarni yetkazadigan, tashkiliy ishlarni tashkil qiladigan, shu Kalelindagi
avvalgi raislarni o'rniga rais saylash, bu yerda hozir o'zbek jamiyati kalendagi yoshi katta odamlar bilan maslahat qilinib, rais Ismoilov Baxtiyor, o'qituvchi, tarbiyachi. Mana u yoqda sizlarni tarbiyalagan, bu yerda yana bu o'zini nasihatli so'zlari, tashkiliy ishlarni tashkil qiladi. Baxtiyor keling. Endi bu odamning ishi ko'p. Bu yerda hech kim bekorchi emas. Hammani o'zi, Baxtiyorning ishi hammadan ko'p. Biz bilamiz. Shularga yordamchi sayladik. Abdufattoh familiyasini bilolmadim. Egamov Sherali, Esonov Abduhoshim. Hamma taniydi Abduhoshim deya. Mana shular yordamchi, mana Baxtiyorga ma'lum bir vaqtga muddat mana shu shogirdlarni tayyorlab, kelajakda shu Kalinindan kelganlarni, Kalinindan kelgan Krasnoyarsk shaharliklarni, azizlar, sizlar 10-15 yildan beri yashaysiz. Siz endi qishloq emas, shaharliksiz. Shaharliklarni boshqarib turish vazifasi mana shu turgan yigitlarni zimmasiga. O'zini ishini ham, oilaviy ishini ham qiladi. O'zbek jamiyatidan, xalqdan mana shu to'y masalasi, boshqa masalalar, bayram masalalarini o'tkazish. O'rtoqlar juda ko'p bayram tashkil qilyapti. Odamlar ishda kela olmayapti, yo xabar yetmayapti. Shunga ish ham ketish kerak, madaniy xordiq ham ketish kerak. Madaniy xordiq bo'lsa, ma'naviy xordiq bo'lsa, ish ham mustahkam bo'ladi, charchamaysiz, hammasi joyida bo'ladi. Insonlar shu bugundan boshlab shu kollektivni boshqarib boradi endi. Rahmat sizlarga. Biz muvaffaqiyatlab qolamiz. Yangi sostavga, chunki xalqning xizmatini qilganingiz hech vaqt kam bo'lmaydi. Vaqtlaringizda emasdan, jonlaringizda emasdan mehnatlar qiladigan deb umid qilib qolamiz. Boshimiz bitirib, juda ham ko'p mashnaqa to'ylarda uchrashish nasib etsin. Omon bo'linglar. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun to'yda olib borayotgan ma'lumamiz Esonova mavlida nafaqat bizni to'ylarda, nafaqat 30 yilliklarda, nafaqat 50 yilliklarda, hozir shahar miqyosida bo'layotgan bayramlarni, kraviy o'lka bo'yicha bo'layotgan bayramlarni ham boshqaruvchisi. Mana yaqinda Alisher Navoiyga bo'lgan bag'ishlangan kecha bo'ldi. Shu kechada o'zbek jamiyati tomonidan eng yaxshi boshlovchi va tashkilotchi sifatida ma'lumaga minnatdorchilik berilgan. Mana shu ma'luma taalluqli bitta gap 8-martga katta tayyorgarlik ko'rilyapti. Siz aziz ayollar uchun bitta bayram tashkil qilmoqchimiz. Shu bayramning asosiy tashkilotchisi mana shu Esonova mavlida. Bitta qarsalaringiz bo'lsin. Hammani ham qariganda qilsin aziz. Farzandlari poylarida cho'ksinlar tiz. U xoh o'g'il bo'lsin, xoh gulday bir qiz. Onam dibon duosini olsin doim. Otam dibon duosini olsin doim. Hozir azizlar, mana bugungi ajoyib qasrda siz va biz aziz qadrdonlarni qalblari shodlikka to'lib kutib olgan mana shu to'yxonaning asosiy egalari bo'lgan muhtaram padari buzrukbor otaxonimiz Shernazar akamizni hamda Mahbubaqon onaxonimizni qarsaklaringiz bilan dabramizga chorlasak. Marhamat, hurmatli onajon va padari buzrukbor, qolaversa gulday o'g'illarni tarbiyalab el oldiga dasturxon yozgan. Mana shu o'g'illar ota-onamni beliga quvvat bo'lay, madadkor bo'lay degan o'g'lon ukaxonlarimiz, Imom Nazar, Xudoy Nazar ukaxonlarimiz marhamat davramizga sizlarni ham chorlab qolamiz. Kela qolingizlar. Bag'ridan uchirgan qush olib uchirgan aziz onajonlarimiz, qizlarimiz Mahliyaxon, Mavludaxonning onalari, Adibaxon onamizni, Muborakxon singlimizni davramizga chorlasak. Kela qolingizlar. Kela qolinglar. Oldiga dasturxon yozar ekan, mana shunday onajon va padari buzrukbor, dilida shodlik, qalbida quvonch, bir
qancha paytlardan beri qalblarni tub-tubida tugib yurgan ajoyib dil so'zlarni mana bugun sizlarning oldilaringizda farzandlariga, nevaralariga hadya qilsalar. Marhamat. Assalomu alaykum ya. Uzoq yaqindan kelgan azizlar. Hamshirlar, mushohidlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun shu o'tirishning sababchilari, nevaralarim. Xush kelibsizlar. Oldlaringizga kitib qo'yilgan nozik ne'matlarga qarab yeb o'tiringizlar. Rahmat. Agar bir maqsadga intilsa ko'ngil, hayot bo'stonidan uzar dostagil. Hurmatli aziz mehmonlar, avvalambor bizni to'yxonaga xush kelibsizlar. Mana bugun o'g'illarim Xudoynazar va Imomnazarlar, kelinlarim Mahliya va Mavlidalarni, o'g'illari, nevaralarim sunnat to'ylarida o'tiribmiz. Aslbek, Bunyodjon, Elbek, Diyorbeklarni sunnat to'ylarida o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib, bu nevaralarimga uzoq umr, baxt, saodat va kelgusi hayotlarida o'qishlar va el xalqimga xizmat qiladigan, ota-onasiga xizmat qiladigan obro'li, solihali farzandlar bo'lishini Allohdan tilab qolaman. O'g'illarim, kelinlarim esa hamisha shu nevaralarimni orzu havasini teng ko'rsin. Kelajakda o'g'illarim obro'li, izzatli, hurmatli bo'lib yurishlarini Allohdan so'rab qolaman. Yana bir o'g'illarim hoji ota bo'lishni, kelinlarim hoji ona bo'lib yurishlarini Allohdan so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bir bor xush kelibsizlar to'yga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Bizni sababchilari, nabiralarim, Aslbek, Diyorbek, Elbekjonlar. Shu to'yga kelganlaringiz uchun rahmat. Nozik ne'matdan olib yeb o'tiringizlar. Bunyodbek, tojik, qozoq, o'zbek do'st, yaqin o'rtoq, inoq do'st. Shu do'stlikning bog'ida mana shu nabiralarimiz o'ynab, kulib, shodon o'ssin. Elimizga, yurtimizga xizmat qilishsin. Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston yo'llari ochilib, prezidentlarimizga rahmat. Mana shunday to'y tomoshalar qilyapmiz. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Alloh yor bo'lsin, pullar madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim hamda qizim Mavlixon, o'g'lim Imomnazar hamda ularning ko'z qarachig'idek shirindan shakar bo'lgan farzandlari, o'g'illari Bunyodjon hamda ukamiz Xudoynazar va Mahliyalarning o'g'illari Aslbek, Diyorbek, Elbek, bularning Muhammad ummati bo'lgan xayrli kunlari bo'lishiga men ham tilakdoshman. To'yga kela olmagan Tojikiston shahridan otam hamda enalarim, amma xolalarim, tog'alari nomidan ham chin yurakdan samimiy bor tabriklayman. Enasiga xizmat qilishini Allohdan tilab qolaman. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun o'g'limiz Aslbek, Diyorbek, Elbek va Bunyodlarning sunnat to'ylari ekan. Ularga umr uzoq, sog' salomat tilaymiz. Hamda ota-onamga umrli uzoq, hoji ona, hoji ota bo'lish nasib etsin. Xush kelibsizlar. Men ham akamni gapiga qo'shilaman. Mana shunday ajoyib kamtari tilaklar uchun mana shu o'g'lonlarni tilayga biz ham qo'shilgan holda
Mana shu oldilarda turgan padari buzrukvar, volida muhtaramasiga bu Imom Nazar, Xudoynazar ukajonlarimiz qalblarida ajoyib tilaklari turibdi-yu, faqat endi boyaga aytgan ozgina bo'lsam odamda nimasi bosadi-da. Shunday emasmi Imom Nazar, Xudoynazar? Tillaringizda ajoyib tilakni bular shunday his etgan bo'lardilar. Topmadim sizday mehribon. Sizdayin mehribon, mehrichin inson. Yuragim qa'ridan kelar bir sado. Boringizga shukr, aziz onajon. Boringizga shukr, aziz otajon. Mudom dodasiz egilmas boshim. Hayot yo'llarida to'kmayman yoshim. Boshimda porlagan yorug' quyoshim. Boringizga shukr, shukr otajon. Boringizga shukr, aziz onajonlar, onajonlar. Azizlar, mana shunday to'y egalariga yana bir karra to'ylaringiz muborak bo'lsin deymizda. Siz qadrdonlarni san'atkorimiz tomonidan yangrayotgan ajoyib kuy qo'shiqqa chorlab qolamiz. Qayg'ularing unutkil ona, farzandlaring bo'lsin parvona, dil qayg'udan bo'lsin begona. Marhamat. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xiroj. Farizdadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farizdadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Ular fidoyi orzulari onam debo. Ular fidoyi orzulari qoldir samoyi. Yolg'izligi go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligima go'zal nuroniy davralarda o'ynasin onam. Qo'rqmas bahor, ona duosiya sandiga qodir. Qo'rqmas bahor, ona duosiya sandiga qodir. Xizmatlarga qo'layim hozir, davralarda o'ynasin onam. Davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xiroj. Davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xiroj. Yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Davralarda o'ynasin onam. To'ylar qurda o'ynasin onam. Thank
chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rib o'ylaganim bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Yaxshi ko'rib o'ylaganim bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Qulbom dadasiga dum bo'lar, qulbom dadasiga dum bo'lar. Oycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toycha. Yemasa ham kulsa ham, yo'q yurak tortintayib tursa ham, uyatmas ishton qilmay yursa ham, uyatmas ishton qilmay yursa ham, oycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Mana shundoq yurasan, yosh boshing bilan
ukajonlarni sahnamiz to'riga chorlab qolamiz. Ukamiz Xudoynazarning do'stlari G'ayratjon hamda Farruxjon. Marhamat ukaxonlar, so'z navbati sizlarga. G'ayratjon, Farruxjon. Obod uy. Gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ersa, vayronadir koshona ham. Marhamat ukaxonlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu to'yxonaga kelgan mehmonlar. Shu to'ylarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelgusi hayot ishlarida ulkan zafarlar. Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat ukaxonlar, mana shunday ajoyib tilak va istaklar uchun tabrik so'zlarimizni davom ettirgan holda kelinposhsha qizimiz Mahliyaxonni dugonalarini sahnamizga chorlasak, marhamat qilib Gulnozaxon hamda Dinoraxon singiljonlar, so'z navbati sizlarga. Marhamat qizlar. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun bu quvonchli kechaning sababchilari o'g'limiz Asilbek, Diyorbek, Elbek va Bunyodbeklarning sunnat to'ylari. Shu sababdan foydalanib, o'zimga berilgan fursatdan foydalanib farzandlarimizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Bugun Mahliyaxon va pochchamiz orzu niyat qilgan yigitlar bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Bugun Mahliyaga arzimagan sovg'amizni topshirishga ijozat beramiz. Assalomu alaykum. Shodiyona kechaga hammalarga xush kelibsizlar. Mana bugun o'g'limiz Bunyodbek, Asilbek, Diyorbeklarning sunnat to'ylarida o'tirar ekanman. Bu yoshlarga, to'y bolalarga uzoq umr, sog' salomatlik, ota-onasiga xizmat qiladigan bolalar bo'lib yetishiga Allohdan so'raymiz. Mana shu arzimagan sovg'amizni topshirishga ijozat bergaysizlar. Rahmat qizlar, mana shunday ajoyib tilak va istaklar uchun tabrik so'zlarimizni davom ettirgan holda davramizga mana shu Mahliyaxon qizimizni sinfdosh dugonalaridan Yulduzxon hamda Aysha buvi. Marhamat qizlarjon. Dunyoning shodligi yig'ilsa butun bizlar tomonidan bo'lmasizdir. Davramiz husniga qo'shingiz husn. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun shu karshonaga hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun dugonamiz Mahliyaxon, akamiz Xudoynazar, bu shularning farzandlari Asilbek, Diyorbeklarga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelajakda maktablarni oliy baholarga o'qishini Allohdan so'rab qolamiz. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yetingizlar. Shu bolalaringiz kelajakda buyuk inson bo'lib yetishini Allohdan so'rab qolamiz. Qizlar tomonidan arzimagan sovg'amizni topshirishga ruxsat bergaysizlar.
istaklari uchun. Ana endi davom ettirgan holda albatta bugun qo'shalar to'y. Mana bugungi to'y bolalarini yana bir badari buzrukvori ukaxonimiz Imom Nazarni hurmat qilib kelgan do'stlari ham aziz mehmon bo'lib o'tirishibdi. Hurmat bilan davramizga ukaxonlarimizdan Bahramjon hamda Hasanjonni davraga chorlasak. Imom Nazar va Nazar akalarimizning o'g'ilchalarini sunnat to'ylari bilan tabriklaymiz. Katta bolalar bo'lib ota-onalariga xizmat qilsin. Rahmat ukaxonlar, mana shunday ajoyib tilak va istaklar uchun tabrik so'zlarimizni davom ettirib, kelin poshsho qizimiz Mavlidaxonni sinfdoshlaridan Hakimjon hamda Muhayyaxonni davraga chorlasak. Marhamat ukaxonlar, so'z navbati sizlarga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun shodiyona katta shodiyona bu dugonam Mavlidaxon hamda pochchamiz Imom Nazarlarning o'g'ilchalari Bunyodjon sunnat to'ylari bilan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, yoshlar nomidan yig'ilgan arzimagan sovg'amizni azizlar, mana hozir mana shu qizimiz ajoyib o'zlarini tabrik so'zlarini tabrikladilar. To'kilgan tabassum tilloga tegdi. Dildagi xush niyat humoga tegdi. Bir marta jilmayib, bir kulib qo'ying. Bu dunyo torga tor, kenglarga kengdir. Ana ukamiz Xudoynazar, to'y bola o'g'lonimiz, do'stlaringiz sizlarni mana shu sovg'alari bilan kutib turishibdi. Qani kela qolingizlar. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun shirin to'y pochchamiz Imom Nazar hamda sinfdoshimiz Mavlidaxonlarning farzandlarini to'yida o'tirganmiz. Biz bularga shirin baxtlar tilaymiz va 95lar nomidan arzimagan sovg'amiz bor edi. Shu topshirishga ijozat berasiz. yurtimizga, xalqimizga sidqi dildan xizmat qiladigan ajoyib o'g'lon bo'lib voyaga yetsin-da. Mana shu ota-onasini, qolaversa bobojonisini, buvisini qalblarida qanday ajoyib tilak bo'lsa, barchasi ro'yobga chiqsin deymiz-da. Navbatni san'atkorimizga berib, davramizga siz aziz Xudoynazar ukamizni, Imom Nazar ukamizni sinfdosh do'st birodarlarni chorlab qolamiz. Marhamat qadrdonlar.
bor qo'lingdan tutmaydi. Yillar o'tsa yuzingdan qizarar. Mahliyaxon qizimizni sinfdosh do'stlaridan Ibrohimjon hamda Abdurauf ukamizni chorlasak, bu ukaxonlarimiz ham ajoyib sovg'alarni hadya qilsalar. Marhamat, Ibrohimjon hamda Abdurauf. Assalomu alaykum. Do'stimiz Derazaning sinfdoshimiz Mahliyaxonning jajji farzandlari sunnat to'ylariga xush kelibsizlar. Do'stlar, do'stlar nomidan yig'ilgan arzimas sovg'amiz topshirishga arz beramiz. Assalomu alaykum. Zaxiyatni kelgan aziz mehmonlarimiz bor. Sinfdoshim bo'lgan shu to'ylarga umr baxt saodat oilasiga xizmat qilish bo'lamiz. Katta bo'lamiz. Ajoyib tilaklar uchun yana tabriklash uchun so'z navbatini Imom Nazar ukamizni do'stlaridan bo'lgan ukaxonlarimiz Yusufjon hamda Ruslanbekka bersak, marhamat Yusufjon, Ruslanbek, so'z navbati sizlarga ukaxonlar. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun katta to'y va tantana. Bu tantananing sababchisi do'stimning farzandlari mana sunnat to'ylarida o'tirar ekanmiz. Men bu farzandimizga uzoq umr, sog' saodat,
sog' salomatlik tilayman va doimo uzoq umr ko'rsin, ota-onasiga xizmat qilsin, yaxshi farzand bo'lib yetishsin. Shu davraga o'rtog'im Imom Nazarni taklif qolaman. Arzimagan sovg'amizni topshirishga ijozat bergaysiz.